Islom dini ilm va ma'rifatga targ'ib qiluvchi ilohiy din hisoblanadi. Zero insonning dunyo va oxiratining obod bo'lishi ilm olishi va unga amal qilishligiga bog'liq bo'ladi. Qur'oni Karimning ko'plab oyatlari va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qator hadislarda ushbu ma'nolar bayon etilgan. Insoniyat ilm bilangina Allohni taniydi, haqiqiy saodatni qo'lga kiritadi, uning sharofati bilan yuksaladi. Ilm esa ustozning sa'y-harakati bilan, tinimsiz mehnati, g'ayrati va shijoati bilan egallanadi. Qur'oni Karimda o'zi egallagan ilmni boshqalarga o'rgatgan ustozlarning sha'ni sharafi naqadar ulug'ligi haqida oyatda shunday deyilgan: Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha amallaringizdan xabardordir deydi Mujodala surasi 11-oyati karimada. Ilm o'rgatuvchi ustozlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deb e'zozlamaganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, albatta Alloh uning farishtalari, osmonlar va yer ahli, hattoki uyesidagi chumoli va baliq ham odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchilarga salovat aytadilar deb aytadilar. Ha, ustoz misli yonib turgan shamga qiyos. O'zi yonib atrofga nur va ziyo sochadilar. Boshqalar ana shu nurdan bahramand bo'lishadi. Shu sabab har bir inson yoshidan, mavqidan, darajasidan qat'iy nazar saboq bergan ustoz, murabbiy oldida doimo ta'zimda bo'lishligi kerak. Chindan ham ustozlar murg'akligimizdanoq qalbimizga ezgulik urug'larini sochadilar. Qo'limizdan tutib ma'rifat saboqlarini beradilar. Bizlar erishayotgan yutuqlar, qo'lga kiritayotgan g'alabalarimizga ularning hissalari juda ham katta hisoblanadi. Hammamizning u yoki bu sohada albatta ustozimiz bor. Birovimiz bir ustozdan kasb hunar o'rganganmiz. Boshqamizga maktab va oliy o'quv yurtlarida bir necha ustozlar turli ilmlardan saboq berishgan. Inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi soha vakili bo'lmasin, bilim olish uchun ustozga albatta muhtoj bo'ladi. O'rni kelganda shuni alohida ta'kidlash kerakki, ustoz deganda faqatgina diniy bilimlarni ta'lim bergan kishilarni emas, balki har qanday foydali ilm o'rgatuvchi shaxs nazarda tutilishligi ham unutmasligimiz kerak. Chunki dinimiz islomda ilmlar diniy yoki dunyoviyga ajratilmaydi, balki foydali va foydasizga taqsimlanadi. Insoniyat uchun foydali bo'lgan har qanday ilm albatta islomda ardoqlanadi. Ustozga qanday hurmat qilish to'g'risida Imom Abu Hanifa Manoqiblari nomli kitobida keltiriladiki, Abu Hanifa rahimahulloh aytadilar: "Men ustozim Hammodning hurmatidan uning uyi tomonga hech ham oyog'imni uzatmadim. Uning uyi bilan mening uyim orasida 7 ta ko'cha bor edi. Hammod vafot etgandan buyon qachon namoz o'qisam, albatta otam bilan uning haqqiga istig'for aytaman. Zotan men doimo menga ta'lim bergan yoki biror narsani o'rgatgan kishi uchun albatta istig'for aytaman" deb aytgan ekanlar. Azizlar, Alloh taborak va taolo barchalarimizni, ustozlarimizni yuzlarini yorug' qilsin. Parvardigor olam bu dunyoda ham, oxiratda ham bizlarga berilgan ilmlarni albatta mukofotini o'zi ziyoda qilib bersin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.